aziz obunachilarimiz uchun arzon sklap narxlarda. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga kullerlarimizni ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turgan kulleringlar gibrid hisoblanadi. Gibrid nimaligini tushunmaydiganlar uchun tushuntirib qo'ymoqchiman. Gibrid degani suvi pastdan ham qo'ysangiz bo'ladi, tepadan ham qo'ysangiz bo'ladi. Qiziqsangiz ikki tomondan ham suv qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Kullerlarimizda oddiy bo'lmaydi. Обязательно freonli kullerlar bo'ladi. Suv, sovuq suv, komnatniy suvlarni bemalol chiqarib beradi. Undan tashqari bolalaringiz uchun детский защитasi mavjud. Issiq suv bilan kuyib qolmaydi. Bizda kullerlarni knopkalisi va latkalisi bor. Har kim xohishiga qarab tanlab olaveradi. Kullerlarimizdan Xitoydan xuddi shunaqa samolyotda olib kelganmiz desam ishonmaydi. Unaqa emas, poyezdda olib kelganmiz. Gibrid kullerimizdan tashqari bizda budjetniroq variant ham mavjud bo'ladi. Ushbu kullerimizda faqat tepadan suv quyiladi. Обязательно bu ham freonli bo'ladi. Детский dashtalari bir xil bo'ladi, lekin pastidan suv qo'yilmaydi. Farqi shunda bo'ladi. Malibu 2 kullerlarimizning narxini $120 dan qilib beramiz. Ushbu Malibu kullerimizni esa $100 ga berib yuboramiz. Optim chakalarini telefon qilsanglar, optim narxlarini ham sizlarga tashib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, assortiment umuman cheklanmagan miqdorda mavjud. Ushbu raqamlar orqali bog'lansanglar, donaga ham, optimga ham bemalol savdo qilamiz. Sog' bo'linglar.